Assalomu alaykum. Bu mayda obunachilari. Bizda mana butun ekish jarayonlar, ko'chada ekish jarayonlar ketyapti. To'rt qatorigacha yezisini tushirib, suvda nima qilib, mana 3 ta qator yegib bo'lishdi. Faqat nagindan pas bo'ldi, bil pas qildik. Nagisdan ko'ra ular ishlagani oson bo'lsin deb pas qilyaptilar. Nagi jabalavim ketib o'z qiynalik. Qo'zilaganda qiynalib qoldik. Bunday sharoitda bemalol qilsa bo'ladi. Buni asliga shuni bilinyapti, yaxshi, Xudoga shukr. Ikki jarayonlar bitta kasilmaga tuvakka 8 dona ketyapti. Xudo xolasa yaxshi. Bu navlarimiz hammasi ekilgan navlar, hammasi Murana navlari. Bu tomonda yana Murana. Chekadagi xatolar Murana. Bular ham Murana ko'chalik qancha ketsa, shungacha qo'llanamiz. Hammasini Murana qilamiz. Ekish jarayoni ketyapti mana. Xudo xolasa yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'yinglar.